O'zbeklar qayerda bo'lsa oshxo'rlatda ekan qani. Orenburgga keldik. O'zbekga oshxonasi. O'z nomini eshitmasa qilasizda. Charchamayapsizmi? Akalarim kutib oldi. Orenburgdamiz, hozir aka. Endi qaysi tomonga ketamiz? Samaraga ketamiz. Hozirdan mana bu tomonlasi. Shu yerda bayroq topib berasiz lekin. Ha, hozir yo'lda bayroq olib beraman. Aka bayroq olib bermasangiz bo'lmaydi desam, bo'ldi, hozir bayroq topamiz deyapti. Joningiz sog' bo'lsin. Bizga endi bitta duo qilib berasizlar. Safarlarni bexatar qilgan, ko'zlagan, izlagan maqsadlariga o'zing quvvat bo'lgan. Nima niyatlari bo'lsa, niyatlarini amalga oshsin. Qolaversa ota-onasining baxtiga, farzandlarining baxtiga, oshna-qo'shni do'sti birodar baxtiga doim sog' salomat bo'lib, ko'zlagan, izlagan maqsadlarga erishishni o'zing nasib aylasin. Va sallallohu taala alayhi Muhammad va alihi va sahbihi ajmain bi rahmatika. Endi bu duodan keyin Amerikagacha bormasak bo'lmaydi. Joninglar sog' bo'lsin. Qaytayotib ko'rishamiz endi aka. Ashanqadamiz. Joninglar sog' bo'lsin. Hop, bo'pti. Hop. Boshdan beradi. Bo'ldi.